Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun uy sharoitida Matiz mashinasiga old tormoz kalotkalarini almashtirib ko'ramiz. Mana yangi Matiz Chevrolet kalotka. Bozorlarda narxi 100 ming 150 ming atrofida. Ichida narxi qog'ozlari chiqadi, qo'llanma. Pechatlar ham bor. Surat eslatsa bo'ladi. Bundan arzonroqlari ham bor. Masalan, qo'ysangiz ham bo'ladi. Ishni birinchi kalbanni yechishdan boshlaymiz. Balonni yechib bo'lganimizdan so'ng mana bunaqangi yerda bolt bo'ladi. Ko'taramiz. Mana kalotkani ahvoli. Charallab ovoz beradi. Ikkinchi tarafda mana bu yangi kalotkamiz. Buni qalinligini ko'ring. Eskisini qalinligini ko'ring. Mana bu boltni yechib oldik, ko'taramiz. Uni yangi kalotkani bir tarafini qo'ydik. Sekin eskisini chiqarib tashlaymiz. Eskisi ham ozgina bor ekan ishlashiga. Yengisi